Qizlar, maskalarimiz keldi. Mana shu maskalarimiz hozirgi paytda ofisimizda bor, qizlar. Ozgina tanishtirib o'taman, qizlar. Kichkina maskalarimizdan 4 xili ham kelgan, qizlar. Chayni maska, asalli yogurtli maska, C vitaminli maska va kollagen maska, qizlar. O'z nomidan ham bilsangiz bo'ladi. Chayni maskamiz ta'sirchan, ugrili yuzlarga tavsiya qilinadi, qizlar. Yogurtli quruq, o'rtacha yuzlarga namlash uchun tavsiya qilinadi. C asosiy vazifasi dog'laringizga va namlashga ishlab beradi. Kollagenli bilasizlar, ajin tushishini oldini oladi, namlab beradi yuzlarni. Oqartiruvchi maskamiz, qizlar. Bular katta maskalardan. Bulardan 3 xili kelgan: retinol, medikasol va oqartiruvchi maskalar kelgan, qizlar. Grammi 25 gram. Oqartiradi. Asosiy vazifasi oqartiradi, toshmalarga qarshi ishlab beradi. Bular chuqur namlaydi, ajinlarga ishlab beradi hamda yuzni elastikligini oshiradi, ya'ni yuzlarda tarang qiladi, qizlar. Katta maskalarimiz 25 mingdan donasi, kichkina maskalarimiz 20 mingdan. O'zbekiston bo'yicha dostavka xizmati bor, qizlar. Bular asosiy vazifasi chuqur namlaydi, qizlar. Namlik hamma yuzga birday kerak. Yog'li, quruq, o'rtacha, aralash yuzlar hammasiga chuqur namlik kerak bo'ladi. Ya'ni biz yashashimiz uchun suv kerakmi? Yuzimizni ham chiroyli, sochli bo'lib turishi uchun suv kerak. Ya'ni mana shu matolardan tavsiya qilaman. O'zbekiston bo'yicha dostavka xizmati mavjud.